Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan bachadon bo'yni saratoni haqida gaplashamiz. Bachadon bo'yni saratoni kelib chiqish omillari turli xil. Bulardan eng asosiysi VPC, ya'ni inson papilloma virusi. Bularning eng xavfli omillari 16-18 shtammlari hisoblanadi. Va yana erta jinsiy hayot boshlash yoki tartibsiz jinsiy hayot olib borish, tamaki chekish kabi omillar keltirib chiqishi mumkin. Asosiy belgilari boshlang'ich stadiyalarida bachadon bo'yni saratonining hech qanday simptomlari kuzatilmaydi. Keyinchalik jinsiy aloqa paytida og'riqlar bo'lishi mumkin, qon kelishi mumkin yoki qorin va bel sohasida kuchli og'riqlar bo'lishi mumkin. Bachadon bo'yni saratonini oldini olish mumkin. Buning uchun har bir ayol yilda bir marta ginekolog ko'rigiga borishi kerak. Agarda sizda bachadon bo'yni saratoni aniqlangan bo'lsa, hech xavotirga tushmang. Dr. Malayev klinikasiga murojaat qiling, biz sizga yordam berishga tayyormiz. Bachadon bo'yni saratonini boshlang'ich stadiyalarida 100% davolash imkoni mavjud.